Assalomu alaykum dehqonlar. Bugun 2025-yili 20-may. Mana sabz poylaga keldik. Buka rayonining Bo'ston nimasida, Mufiyida. Mana sabzni ko'rib turibsizlar mana. Standart. Bu 10-mart kuni sepilgan sabz. Sorti Shantun. Mana. Endi shunday chiroyli nima qilingan, qalingligi, siyrakligi, как будто shaxmatga o'xshab qo'l bilan terib qo'yganday. Men havas qildim, lekin вообще boplabdi mana dehqon. Где-то bir 50 sotik bor taxminan. Men o'zim taxminimcha 50 sotik bor. Ana. Odam havas qiladi. Bunaqasini to'g'risini aytganda anchadan beri men ko'rmadim borku, bunaqasini. Ancha bo'ldi. Men ko'rmaganman bunaqa. Shunday haligi bo'lishini. Chunki qarang, standartni ko'ryapsizlarmi? Standart haligigan. Yaganasini вообще boplagan. Ana agatlari. Standart как будто qo'l bilan donalab ekib chiqqanday, ya. Qo'l bilan donalab ekib chiqqanday. 5 ketdim, lekin borku, gap bo'lishi mumkin emas. Ana dehqonga rahmat, ana mehnatni mana shunaqa qilish kerak-da. Ko'rib, havas qilib kimdir yekadigan bo'lsa, ana ko'rib olish kerak-da, mana shu nima deydi? Yaganasini. Shantun degan. Haligi ekan. Sorti shunaqa ekan buning. Mana odam havas qiladi. Mana dehqon mana shunaqa bo'lsa-da, xudo qolsa sabz ham bozorimizda normalniy pul bo'lyapti. Bunaqasi aytganda chempion deydi. Chempion narx bo'lyapti sabzimiz. Mana. Shuni olib bir ko'rsatay dedim. Sabz qiziqadiganlar uchun endi. Mo'j dehqonlar ham qiziqadi-yu, rost dehqon bo'lgandan keyin. Xudo qolsa sal keyinroq yana bir hali qilaman. Videoga olib tashlayman, xudo qolsa. Mana. Sabzni kovlagan paytda ham bir kelib nima qilaman. Xudo xolasa. Shuni jo'natay dedim.